Nargizaxon, kecha birga yurganimizni hech kim bilmasin. Ha, davay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tez gapiring, vaqtim yo'q. Haligi Jamshid aka jiyanlar bo'ldimi? Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tanimanman, uzr. Keling xizmat. Ishxonangizga ishga kirmoqchi edim. Jamshid aka aytdilar, G'afur akaga borsang o'zlari hal qilib beradi degandilar. Shunga oldingizga ishga kirsam degandim. Pulmi? Ya endi bizga pul kerak emas. Buni olib qo'ying. Ya kerak emas pul. Bir oylarda xabar oling, xudo xolasa ish bitsa chaqiramiz. Jamshid aka aytdilar, agar G'afur akang oldilariga borsang ishingni tezroq hal qilib beradilar degandilar. Yana qo'yishdingizmi ustiga? Eshikni yoping. Oma? Olaymi, olmaymi? Butun gapi? Ya aka, uzr. Forma tiktirib turing, u bir narsa qilib turing, hal qilamiz, lekin pulni ololmayman. Uzr. Agar ertalabdan ishga kelsam juda yaxshi bo'lardi-da. Hammasimi? Yana ko'pmi pul? Kamera borda ko'radi. Siz ertaga formasiz keling. Bo'ldi, kelavering ishga, onasini emasman. Ertalab ishga keling, olaman men sizni. Nima bo'lsa bo'ldi, onangni nimaga. G'afur aka, siz qo'lga olindingiz. Nimaga? Aman boshida olmayman dedim-ku pulni. Lekin siz oldingiz. Biz bilan mahkamaga ketasiz. Ketdi, pishdimmi? Biz bilan ketasiz. O'l, nafsingga qul bo'lib o'l. Nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar. Nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar.